أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم تعديد الأركان ليس بفرض. biz sıfat salat namoz ichidagi faoliyatlarda endi hozir ruku qilgan chog'da, sajda qilgan chog'da, rukudan turgan chog'da va ikki sajdaning o'ttirida turgan chog'da aramizda bir tinib olib, bir dam olib bunda turish bu farz emas. Farz emas deganlik ishim emas deganlik vojib. Farz emas, lekin vojib. Chunki Hanifi mazhabda bu farz deganni ma'tabada bi dalilin qat'iy, vacib deganni ma'tabata bidadilin zanni degan bo'g'achqa, Qur'onning oyatlarida irka'u va sujud degandek shunda buyruqli bo'g'achqa, bu buyruqlar shuni qil deganni bildirdi. Garchi qilsa qilgan bo'ldi. Lekin u bizdan turishni u oyatda unda demagan bo'g'achqa va hadislardan kelgan bo'g'achqa, hadislar xabar ahad, ya'ni dalil zanni bo'g'achqa farz demaymiz, vacib deymiz dedi. Bu Abu Hanifa ve Muhammed'in karşı. Yani ta'dilul erkan deganimiz tumanina fil ruku'i ve sucudi ve etmamul qiyami minel ruku'i vel qa'dati beyne secdetayn. Üç orunda aramını elep birdam turib o'tish. Mushu ta'dilul erkan. Farz emas, lekin vacib. Yani shunda qilmasa gunohkor bo'ladi. Yoki sajda hukildi demakchi. Ve qala Abu Yusuf fardun. Abu Yusuf rahmetullah alayh farz dedi. وهو الطمأنينة في الركوع والسجود وإتمام القيام من الركوع والقعدة بين السجدتين. والقعدة تدبتم هذا إتمام القعدة والشكركس عطف على إتمام والقعدة بين السجدتين. له قوله صلى الله عليه وسلم. أبو يوسف رحمة الله عليه دليله أشو نماز جاهد أقيم مغان أعرابيغا حديث المسيء صلاته ديان aş isim bilan mashhur bo'lgan hadis shu. Hadislarning shunda nomlari bor. Mesela hadisi azanun nazil minas sama dedi. Hadisi zul yadayn deb qo'ydi. Hadisil musi salatahu deymiz. Shunda asan qo'lish uchun unda nom qo'ygan ulamlar. Mush hadisil musi salatahu da arabiy namoz daq tiz shunda o'qigandan keyin Rasululloh dedi: ماذا أعد صلاتك فإنك لم تصلي. حديثنا لفظda ارجع فصلي فإنك لم تصلي degan. Qayt o'qigan. Chunki sen namoz o'qigan bo'lmading, bunda cho'qilab o'qisang demakchi. Nalika fa innaka lam tusalli degan namozing namoz emas degan gap chiqdi buningda. Nalika mush farz ishgan, mush qilmagan ekan namoz emas bo'ldi demakchi. Walahuma yani lit-tarafayn أنه أتى بما ينطلق عليه اسم الركوع والسجود وهو انحناء الظهر ووضع الجبهة. Bulan dalili tiz aşında ruku secde qilgan kishi ruku qildimi qildi degili bo'ldi. Secde qildimi secde qildi degili bo'ldigan shaklda bir ish qilgan bo'ldi. Ruku nimadan iborat desa, belning egilishidan iboratda. Secdedan iborat desa, pishonni yoki qo'yishdan iboratda. Pishonni yoki qo'ydimas qo'ydi. Sajda qildimas qildi degili bo'ldi. Egildimas egildi degili bo'ldi. Fadakhala tahta qawlihi. Nolkim Alloh taolaning mushu oyatidagi mushu buyruqni bija keltirgan bo'ldi. Irka'u wasjudu va tumanninatu dawamun alayh. Hamda oldirmay bir tinib o'zini to'xtatib ado qilish, o'zini to'xtatish bu ruku va sajdani davomlashtirishni iborat. Birdan davomlashtirib tursa, andan tumanina bo'ldi. Wal amru bil fi'li la yaqtadi ad-dawam alayh. Endi irka'u va sujud degandek shunda buyruqli bo'lib qolsa, uni bizdan davomlashtirishni talab qilgan bo'lmaydi bu buyruqlar. Yani bu buyruq unda taqozo qilmaydi. Garchi sajda qilgan besini ko'tarsa, sajdani ado qilgan bo'ldi. Uzurroq qilsam bo'ldi degan mazmun yo'q uningda. Ya inhina bo'lgan, birdan turmagan, egilish bo'lgan. Mesela rukuni munda qildi bu. Allohu akbar. Allohu liman hamida.
İgilde kaççılık koptu mu? Yani Allahu Ekber da bundan bizden turarsak Subhan Rabbiyal Azim. Bu tumanine oldu. Allahu Ekber Allahu Ekber. Bunda koptan iken bu tumanine bulmadı. İnhina zahir buldu mu? Buldu. Bundan iken sahiban tumanine bulmadı iken namaz emas dedi, farzlaymiz dedi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Kur'an buyruğunu ada kıldı mı? Kıldı. Farz ada oldu. Endi hadisini deb tushunmasa, vojibni ado qilmaganlik deb tushunamiz. Vel amru bil fi'li la yaqtadi ad-davam alayh. Ruku qildisa, rukun uzun qilganini taqozo qilmaydi. Va la yajuzu ziyadatu ala al-kitabi bi khabar al-wahid. Oyatga xabar vahid orqali bir mazmunni ziyoda qilib qo'yishga bo'lmaydi. Ya'ni hozir bu yerda ruku qilish, sajda qilish farz degan tushunami? Buningga bir mazmunni qatib biz ruku qilish, lekin uzunroq qilish, bizdan turish, sajda qilish, sajdan uzunroq qilib bizdan turish deb, bizdan turishni qatib olsak bo'lmaydi deydi. Ya'ni bu qatilish Abu Hanifa qatimiz deydi. Lekin Qur'onda isbotlangan farz, hadisda isbotlangan vojib va farzning to'liqlanisi va deb unda chaplaydi. Ikkisi teng darajada demaydi. Farq shu. Lekin Abu Hanifa va Abu Yusuf shular hammasi bunda qilish lozim. Qilmasa gunohkor bo'ldi deyish o'xshash. Farzlar vojibdan turli mazhabda ayriladi. Ya'ni bir mazhabda ayrıydı. Başqalar jumhur asosan ayrimaydi o'xshash. Sahih bilan joyi chiqib ketdi deydi. Şu to'liq joyda o'qitmoqchi. Nima uchun desana, Abu Hanifa deyishi mumkin. Ay namozni shunda chala o'qigan chaqda Rasululloh to'xtaya, biz ham anamizni qayta o'qi deb to'xtatmadi deydi. Oyoq qadar bu 2 qatim 3 qatim shuna qildi-ku, bir qatim shuna o'qib ketdi, irja qayna kalam tusaldi. Ya'ni bir qatim o'qitdi, ya'ni 3 qatimga qaytarayotgandan keyin 3-chi qatimda undan men o'shaning boshqani o'qilmayman desam, Allohu akbar deb ruku qilib, rukuda rahat bir damoni o'tib, undan sajda qilib, sajda bir munda o'gatdi. Lekin namozning orliq bilan to'xta deb bilan namozni buzg'uzib qilmagan bo'lg'achqa, bu munda qism farz ado deyildik, lekin vojibni qilmagan bo'lg'achqa qayta o'qi deb qayta o'qitgan demakchi. Abu Hanifa undan tushundi. Abu Hanifa Muhammad Abu Yusuf chiqarayotganlar ikkilan qoldi, tarafayn. Ya sünnet dedik. Subhanallah, sünnet dedik. O'tgan ders chiqib bo'ldi. Lekin vojib deyish qachon bo'ladi desa, ash fasabbih bismi robbikal azim degan oyatni shu namozda ruku turgan chaqda tasbih aytish desak, shu chaqda vojib deyiladi. Ba'zi ulamolar shunday degan. Shu oyatning buyrug'ini hozir bir joyga keltirib mana buyruq desa, shu vojib farz yangi bordi. ولا يجوز الزيادة على الكتاب بخبر الواحد. هنا في مذهبنا قاعدة آيات لنا حديثنا ومتواتر بمعنى خبر واحد حديثنا تخصيص قلتش يا كي معلوم بر مضمون عملدان قلدرتش والنسخ تبدأيدو. لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد demek. Aynı bir قاعدة بوغشقا بيادا Kur'an'daki mezmun şu farz, aşırı tez farz ada oldu namaz. Hadis kelgan tumanina va ta'dilul arkan vojib, buni tark qilsa, saysa qilmasa namoz joyi chiqib ketadi deb qaraydi. Masalan, xuddi Qur'on Karimda namozda oyat o'qishni faqra'u ma tayassara min al-Qur'an deydi. Angacha hadisda la salata illa bi fatihatil kitob dedi. Lekin ash oyatdagi farz bo'lg'ini namozda oyatdan qanday o'qisa farz ado bo'ldi. Fatihani o'qimay, Qul Allohu ahadni o'qisa farz ado. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Qara'a ma tayassara lahu. Shunami? Endi hadisda Fatihani bo'g'ashqa, Fatihani o'qish vojib. Fatihani o'qimay, Qul Allohu ahadni o'qib, yo boshqa oyatni o'qib, namoz o'qisa, namoz namoz. Lekin vojibni tark qilgan bo'ldi, sajda qildi. Shunga o'xshasham. Mushunda la yajuz ziyada al-kitab bi khabar al-wahid yoki nasxul kitab bi khabar al-wahid degandek mush iboralar ko'p uchraydi. Namozimizning tamomida telefon mashинada ruku qilishning o'zi farz. Biroz turishning o'zi vojib. Vojib. Subhanalloh deyishni sunnat. Uni sunnat deb qo'ygan kidarsa. Ana bo'lsa ilqidek turib
Subhan Rabbil Azim demek şu başka bir narsa bilmemiz tozunu bulduğu Ya şundan tarqqigan bo'ldi. Hadis'te la salate illa bi qira'atin hadisinde sure Fatiha'daki okunan sure gökten diyor. Xana la salate illa bi qira'a bi Fatihatil kitab. İlla bi Fatiha ama. Müslümanlar la salate illa bi qira'atin deb hadis. Bunu qilsa u farzlikni kuchlantirib yangi bir nima emas. Shu faqra va tasammul Qur'ondan boshqa bir mazmun ifodalaydi. Belki deyishim mumkin, aql tug'allama o'qitdi degan dalil kelishim mumkin jamoatga. Bundan biz tumanina yak ta'dil arkanni vojib dedik. Va ma rawahu yani Abu Yusuf rahmatulloh alayhi dalil qilib kelgan hadis yaqtadil vujub vojiblikni ko'rsatdi. Va hiya vojibatun indana bizmo shu vojiblikni deymiz. Hadisga amal qilamiz bizmo. Shunga asosan ta'dil arkan vojib deymiz. Hatta yajiba sujudus sahvi bi tarkiha sahiyan. Vojib bo'lg'achqa savallikdan tumanina qilmay qolsa, oldirab o'qitib qolsa, sahl qildi deymiz. Bu vojibning alomati. Va qila hiya sunnatun. Yani bir qarashda ta'dil arkan sunnat deyildi dedi. Bu qarash yani bir mazhabda aciz. To'g'risi shu vojib degan qarash shu. Yani Abu Yusuf rahmetullah alayhi İmam Şafii yak jumhur ta'dil arkan tumanina farz deyishadi. Ama şu tumanina ta'dil arkan qanchalik turish bilan vujud qismida eng aqalli cheki nima desa, bu bir qatam tasbih etish miqdori edi. Subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal azim deganchilik Tusa ta'dil arkan qilgan bo'ldi deydi. Mana muhim nuqta. Yani ta'dil arkanninki eng to'nchiki ma. Qala fa idza rafa'a ra'sahu fi ar-rak'ati ath-thaniyati min as-sajdati ath-thaniya. İkinci rekatdagi ikinci secdeden 5'ini ko'targandan keyin iftarasha rijlahul yusra fajalasa 'alayha wa nasaba al-yumna. Sol putini ko'p qilib ustiga o'tirdi. O'ng putini tiklaydi dedi. Va wajjaha asabi'aha desak shu to'g'ri chiqadiki. Asabi'ahu ma deb qo'shilibdi. Asabi'ar rijl demoqchi o'shadi. Va wajjaha asabi'ar rijl al-yumna ash o'ng putininki barmog'ini o'ng putini tiklaydi emasmi? O'ng putining barmog'ini qibla tarafga shunday desaydi, qarib turib. Demek bunun uçu, barmağın uçu kıble taraf buldu. Bizden oturuşumuz bu şemde. Bizden namazda oturuşumuz bu şu usul. Ve vada yedeyhi ala fakhidey. Kolunu işki oturun üstünde koymuş. Lekin onda bazı hadislerde Sahih Müslim'de hadiste yulakkın deb kelgan. Tizni bunda qamallab tutgandek. Tizni tutqirgan. Bu ishkili usul to'g'ri. Bunda tuz qo'ysin bo'ldi. Yoki tizni qamallab tutqirsin bo'ldi. Albatta o'ng qo'li sebab isharati bilan yo'tini ustida bo'ldi odatda. Sol qo'li sizni tutib turishi mumkin yoki tutib turishi mumkin. O'rni daltirak qiladi o'tiradi. Ishkili to'g'ri shu. Yo'tishni ustida qo'ydi degan bu, sizni qamallab tutdi degan bu. Qanday o'z bo'ladi? Manda yana ishkakni so'zroq degan gaplarni yana tashlab bo'lsan. Sanglasin bo'ldi shu. Sahih Muslimdagi nimada yulaqqim degandek iborat kelgan. Ya'ni shu tizni unda qamallab tutib turgandek. Tizni bunda tutib turdi. Barmoqni past tushirdi. Lekin maktabda shu yo'tish qo'ydi deganni oldi. Va basata asabi'ahu va tashahhad. Barmoqni shuna tuz qo'yib tashahhud o'qiydi. Albatta ko'rsatkich barmoqni ko'tarib turdi. Yani tafsilan ustida to'xtalmadi hozir. Sababi isharati qiladi Hanafi mazhabda. Yani burunqi mazhab imomlari sababi isharati qildi yoki 53 shaklda qiladi. Masalan, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni bundan o'qib turib, ikkisini ham yerga qo'yib, birini ishorat qildi. Arabda 53 yoki 90 necha deyilgan ishoratlar bor. Bu ishoratlar har bir barmoqning unda o'nlik songa, birlik songa ifodaladigan barmoqlar bor. Xuddi sanpanning mustak, o'nlik va birlik va shunda qiliblar, bunda qilsa 53 tak bo'ldi. Va 5 va 3. Başta başda ya teşahhudun başta ko'targancha oxirda Abduhu va Rasuluhu deb bundan tushirmas.
Yani peygamber keyingi ulamalardan eşhedü en la ilahe illallah deganda ko'tarib tushirmaymiz degan. Har xil ma'no qilish odatlari. Har xil. Lekin peygamber tash burun imomlar boshdan oyoq bunda ashara bi sababatihi va hallaqa degan rivoyatni sayyid isladiki rivoyatni tutgan va shu to'g'ri hadisga uyg'un. Tushirishi mumkin. Unda aniq mayagis davomlashidi degan nima yo'q, lekin duo qiladi deb ban. Mushu barmoq qarab turib duo qiladi deganda rivoyat kelgan bo'lg'achqa, mushu barmoqni ishora qilib turib duo qildi degan bo'lg'achqa tashahhud, undan keyin durud masalan, undan keyin duoni tugatgunga qadar unda ishora qilib tursa bo'ldi. Lekin buningda unda aytdan na to'xtaydi deganda bunda bir aniq nima yo'q. Ana ba'zilar ahli hadisning ba'zilari da mediltib turdi. Shayx Albani rahmatullohi alayhi mandan dilatmaymiz, buni mandan diltimiz deydi. Astin ustinga, o'ng so'lga emas, astin ustinga manda. Mushu barmoqni mediltish haqida kelgan rivoyat shaz rivoyat. Lekin shu shaz emas, sahih rivoyatda bunda ko'tagilik bor. Mediltishni harakatlantirishni tekshirsanglar, shu rivoyat shaz chiqdi. Masalan, barmoqni ko'targanni 20 odam rivoyat qilgan bo'lsa, birisi haraka deb bunday rivoyat qilgan. Qahli ashara deb kelgan. Lekin bu nima bo'ldi? Shaz rivoyat. Bana çugultuş yok gelmezse. Ha? Bizde bana çugultuş yok. Bunu anlab qo'ydim. Hozir hamda sababa shartida mujda barmoq bilan ishorat qilib tudi degan sayyidlik kelgan. Anda shu sayrivatning birisida 20 nachadan harakat degan rivoyat qilmay, 20 birisi harakat deb kelib qolgan bo'lg'achqa rivoyat shaz dedilar. Rivoyat shazini Shayx Albani va ahli hadislar oldi. Shundan bu mediltish unda kelib chiqqan. Shaz emas deb qarab olamdimi? Shazliqini uni inkor qilib bo'lmaydi. Shazdan hadis o'lchim bo'yicha tekshirib kelsanlar shaz chiqdi. Çünkü mesela şu 20 o'quvchi, şu ustozini anladım deb, şu sabab ishoratini rivoyat qilgan bo'lsa, 20ning 19'i harakat degan so'zni rivoyat qilmagan, birisi harakat. Yani bu 19'ning ichida bu birdan rivoyatda to'raklarim bor, tanglarim bor, yuqurlarim bor. Undan keyin rivoyat shaz bo'ldi. Hadis o'lchimida shunday ham. Qilib tushirsak, shaz rivoyat chiqadi. Undan keyin sayya shunda barmoq ishora qilib bunda turish. Buni bunda qilishimiz mumkin. O'ttir barmoq bilan bosh barmoqni tutashtirib halq paydo qilishimiz mumkin yoki persek barmoqdan keyingi 3 barmoqni tugib turib bunda ishora qilish mumkin. Ma barmoqni yoki chaplab turibchi. Sayyidsiz kelgan. Bunda tashahhudda shahodat emasmi? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb tavhid Allah Ta'ala'nın yekkigan deb e'tiqod qilishimizga ishorat qiladi. Shuna bu tashahhudmi? Nima uchun tashahhud deb atalgan? Bu o'zi at-tahiyyat va as-salovat aziq so'zlar. Va ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb shahodat so'zi bo'lg'achqa tashahhud deb atalgan. Ay bir qismilar atalgan. Nima uchun desa, bu yerda eng muhim bir kishini shu jannati do'zax qiladigan yoki musulmon kafir qiladigan shu ayirib turgan shahodat bo'lg'achqa shu eng muhim qismi deb tashahhud deb atalgan. Şeytanın nurçeşip öldürülgen tezgah açlar. Ya şeytanın gilas kadalgan maktım meyma açlar. Unda hadisni sayyid islam tutsak, şeytan va undan boshqa Allohning dushmanlariga hammasi qadalgan mixuldash. Sunnatni tutish. Bo'lmasa unda rivoyatlar bak jiq bo'lishi mumkin. Yani buni hammani birdan unda yo'q bo'linmaydi. Hozir to'xtasa, tiklab o'tadi. O'ng putni tikladi, so'l putning ustida o'tadi. Biz uning o'ttirishimiz shu. Sayyid islam unda kelgan. To'g'ri. Qo'lini qo'ydida, qo'lni tuz qo'yib, tutsin bo'ldi. Sizni qamallab tutsin bo'ldi dedi. Sayyid islam. Hakada haka Wa'il ibn Hujr radhiyallohu anhu. Wa'il ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan mana فلما قعد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى وعقد 30 وحلق واحدة 30 gina bunda 30'muş. Ve hallaka vahide degan ma shu 30 oldu ma hallaka vahide degan bu
50 degan bo'ldi, 53 degan bo'ldi. Halaqa vahid degan ma'ni bir chambar qilib, o'ttir barmoq bilan bash barmoqni chambar shakllantirib, 3 barmoqni unda qo'yib qo'yganlikda tutdi. Va ashara bi isbu'i sabbaba ona ko'rsatkich barmoqla ishorat qildi dedi. Bu musayyidis. Va Aisha radhiyallohu anha qu'uda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi tashahhud. Hazrat Aisha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tashahhudga o'tirishini Va'il ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Lekin Hazrat Aisha radhiyallohu anhaning hadisi Sahih Muslimda kelgan. Unda o'sha o'tirish, ya'ni bu mazhabda Sahih hadislarga tayangan. Yani o'tirishning shaklida, o'tirishning o'zining hukmi nima? O'tirishning o'zining vacib deyil, shu o'tirish vacib. Keyingini farz deyishimiz mumkin, vacib deyishimiz mumkin. O'tirishning o'zi vacib. Qanda o'tirish shakli sunnat. Bunda o'tirish, bunda o'tirish, har xil o'tirishlar bu shakli sunnat. Lekin o'tirish nima? Vacib. Yo'q, o'tirsan dedi. O'tirish bo'ldi, vacib bo'ldi. Qanday shaklda o'tirsan, qanday o'tirsan, vacib ado bo'ldi. Yani sünnet ado qilish uchun shunday shaklda o'tirsan, unda sunnat ado bo'ldi. Mesela chaza qurib o'tirsa, vacib ado bo'ldi. O'tadimi? O'tadi. Chaza qurib o'tadi. Al-khud tahaqqaq. Unda iftarashal yusra va nasabal yumna bo'lmagan ekan, mushunda shaklda sunnat bo'lgan ekan, buni qilmagan bo'lib qoldi. Undanki kayfiya sunnat deymiz. Al-qu'ud vacib va kayfiya sunnat. Endi ma kitobda degani yaftarishul yusra degan, ya'ni bu mazhabda birinchi o'tirashdimi, ikkinchi o'tirashdimi, har ikkisida muzunda bir xil shaklda o'tiramiz. Shafiy mazhabdagilar birinchi o'tirashda shunda o'xshash, ya'ni bu mazhabdagiga o'xshash. Lekin ikkinchi o'tirashda tavarruk qilib o'tiramiz deydi. Tavarruk degan sag'risni yoki chaplab o'tirish. Varik degan sag'risi, ya kassi deymiz. Tavarruk degan kasini yoki chaplab o'tirish. Bu chaplab o'tirganmi, qanday o'tirsa, shu Shafiylar sunnat degan o'tirish bo'ldi desanglar, ikki putini o'ng tarafiga chiqirdi. Chiqqandan keyin bu so'l tarafiga sayan o'tiramda, undan keyin so'l sag'risida o'tirdi. Ikki puti o'ng tarafga chiqib turdi. Da sayan. Ya jenimiz bor buni. Bu tavarruk ha. Yani İmam Ahmedço, İmam Ahmed mi İmam Şafii'ye o'xshash. İmam Malik her ikisi tavarruk qilib o'tirdi dedi. İmam Malik her ikisi tavarruk. İmam Abu Hanife her ikisi iftirash. İmam Şafii birincisi iftirash, ikincisi de tavarruk. İmam Ahmed de shunda. Sol tutne o'qitning aslida. O'qitning va sizning yo'tisining oraliqqa tiqishi mumkin. Mana Sahih Muslimda kelgan. Mana İmam Muslimning rivoyatida ja'ala qadamahul yusra bayna fakhrihi va saqihi va farasha qadamahul yumna. Sahih Muslimning rivoyati. Uning sol putini o'ng putining yo'tisi bilan pachiqning oraliqqa tutdi degan rivoyat. Men o so'qitimizni tizimcha taqaratini so'qitib isbotlamayman. Shunga ularga sevgi optizm tarafında bunu tiklep anda borganingizda. Juda mutlaqo men ham sevgiga qo'naman. Lekin ya tashadduqdagi vaqtimizda bu yerga baraka qilgandek qilib biz kasallar o'tirgan so'qitib. Tavarruk qilsa ishki shu Allohdan o'qishdi. Davomlikin bizning o'sha nimadagi dalillar Shafiy mazhabining birinchi o'tirishda bizga o'xshab o'tirib birinchi o'tirish. Akagan saydallarning hammasi bizning dalil bo'ldi. Lekin Shafiy mazhabining qo'shimcha dalili Abu Ahmad as-Sa'di radhiyallohu anhu 10 sahoba kiramning o'tirdi Rasulullohning namozida munda isbotlab bergan hadisda birinchi o'tirishda munda o'tadi, Hanafi mazhabidagidek, ikkinchi o'tirishda tavarruk qilib o'tadi deb isbotlab kelgachga, birinchi o'tirishda unda, ikkinchi o'tirishda unda o'qiydi degan. Iqa degan u ishqo'xshash o'tirish. Iqal kalb degan. Ma masjidda o'tgancha erib ketsak, o'timizni quchoqlab o'tirmizmi? Shu iqal kalb. Yoki ikki qo'lni bunda qo'yib turib bunda o'tirish. Lekin mushu o'tirish shakllari hammasi joiz. Hamma sayyidlar kelgan, undan Hanafi mazhab, Shafiy mazhab degan shu o'tirishni unda tushuntirishda nima uchun farq bo'lib qoldi desa, birinchi o'tirish qisqa bo'lg'achqa
Rasulullah onunğa yaşın qalğan çağda Abu Humayd Sa'idi radhiyallahu anh hadisini rivayet qilgan sahaba, kichik sahaba. Şuna birisi bir narsa so'rab kelgan chaqda o'tgan sahabimizda buning o'shadik eng kichkimiz javob bersin degan chaqda Abu Humayd Sa'idi javob bergan. Javob bergan sahaba kichik bo'lg'achqa Rasulullohning yashirib qolgan yo samirib qolgan chaqildiki hadisda lamma badana degandek so'z kelgan. Yashirib qolgan yoki sal ojizlab qolgan chaqildiki vaqtlarni ko'rgan bo'lg'achqa birinchi qatimga o'tirash, qisqa o'tirash bo'lg'achqa Rasululloh chidab ravus o'tgan. Ikkinchi qatimga o'tirash sal uzun o'tirash bo'lg'achqa uning bo'lanmayma deb salmondaroq o'tgan. Lekin bu o'zirlik holat, normal qavl chadda holatda tik o'tirsa, ana biz bunda tushundik. Yana ayollardan Ummu Salama radhiyallohu anha deymi? Bir sahaba ayolning namozda chaza qurib o'tganligi rivoyat Sahih Buxoriyda bor. Mutarabbi'a deb kelgan. Va kanat faqiha. Ayollar Shafi'ning usul bo'yicha o'tirdi. Tavarruq qilib o'tirdi. Fitna bir taraf chiqarib, yo'q chaplab o'tirdi. Nima uchun desa, ayollarning ish ahvoli badanni yogishni talab qilgan bo'lg'achqa, ya'ni bu mazhab bo'yicha o'tasa, sal badan ma'lum bo'lib qoldi. Men shunda turib, o'zini gapirib o'qiydi deydi. Shikay tashahhudda. Barmog'ini tikilmay o'tirdi. Chunki tiklisa badan ma'lum bo'lib qolishi mumkin. Qala va tashahhudu, tashahhud degan so'z mana o tahiyyat, salovat, tayyibat, shuni hamma o'zchag'im bo'lsin, lekin shahodatdan iborat shu muhim so'zning ismi bilan ataldi. Dua. Va tashahhudu lafzi nima desa, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalomu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. وهو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. مشو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تشهد أقش أصول شو لما روي أن حمادا أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد وقال أخذ إبراهيم النخعي بيدي وعلمني. حماد أبو حنيفة أستاذه حماد شاگرد أبو حنيفة قولنا چنگ تطرب مش تشهدنا أجتكين ve bunda da tiken. Benim ustazım İbrahim Nakhai, benim qo'lim ching tutib, mujda o'rgatgan debdi. İbrahim Nakhaiga Alqama ayda o'rgatgan. Alqamaga Abdullah ibn Mas'ud o'rgatgan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Mas'udning qo'lini ching tutib, tashahhudni o'rgatgan. Faqala lahu Rasululloh Abdullah ibn Mas'udga qo'lini ching tutib, unda debdikan. Qul at-tahiyyatu lillah ila akhir ma zakarna. Ajduanam mana xo'p. Bunda degan deb bunda o'rgatgan. İbrahim an-Nakhai. Shu İbrahim an-Nakhai bo'ldi. Bir savol. Xudodan o'xshamas bir gap bor. Endi at-tahiyyat, at-tahiyyat degan bo'ldi. Mush duodir. Mush duoni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sura Qur'on oyatlarini o'rgatgandek bunda o'rgatgan. At-tahiyyat bu Allah Taalaga layık kıldıgan bütün ulug'lashlar, salomlar yani. Aslında tahiyyat degan bunda cho'ng padişahlığa alayda bunda qilgan salomlar. Ya da Allah Taala'ni ulug'lash uchun deydigan aslında salomni tutadi. Sen padişahlık deydi-ku, yashag'aylar, men yil yashag'aylar deganda. Allah Taalaga o'ziga loyiq bo'lgan ashunda ulug'lashga munosabatlik salomlar bo'lsin demoqchi. As-salovat o'qilgan 5 vaqt namoz bo'lishi mumkin. Bütün namozlar 5 vaqt namoz va namozlar Alloh uchun o'qiymiz buni. Ixlos bilan o'qiymiz. Boshqa hech kimga undan namoz o'qimaymiz. Alloh uchun o'qiymiz. At-tayyibat yaxshi Alloh taolo madiya o'qiydigan yaxshi ish harakatlar va hamd sanolar ham. Tahiyyatni og'zaki ibodatlar va badaniy ibodatlarda tushunilganlik bormi? Tahiyyatni og'zaki ibodat, as-salovatni shu harakat bilan qilgan ibodat, at-tayyibatni sadaqa qilsan, pak halol rizq qilsan, halol kirim degan ma'noda har xil tushuntirdim. Assalomu alaykum degan ya'ni butun yomonliklardan saq bo'lg'aylar,
Tiç aman boğaylar yani. Ya ki Allah Teala'nın ismi selam diye ismi üstünlerde olsun diyendek. Esselamu aleyna degan biz şu namaz o'qiyotgan imom va jamoatlar va shu so'rinda bo'lgan farishtalar shularga demoqchi. Bizga degani. Aslida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning hadisining jarayoni bunda. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kunna idza sallayna khalfa an-nabiy sallallohu alayhi wasallam qulna assalamu ala Jibril va Mikail assalamu ala fulan va fulan فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض مش إبان لن سلام يولسانلا Osmon zimindagi va osmon bilan zimin o'ttirilgan har qanday solih banda bo'lib qolsa salomini aytadi. Ya'ni shunga tegishli bo'ladi. Ayg'ida ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu dedi. Bundan Rasululloh shuni bekitib berdi demoqchi. Buxoriyning yana bir rivoyatida va kaffi bayna kaffayhi kama yuallimuni as-surata min al-Qur'an. Alqınım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani muşunda qo'limni ching tutib turib Qur'on oyatini jikilab turib o'rgatgandek mushunda o'rgatgan demoqchi. Bu Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'ningki tashahhud aytish usuli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushunda rivoyat qilgan va muttafaqun alayhi hadis kelgan. Endi bu Hanifi mazhabda maktabda shu silsila ustozlar har bir ustoz shogirdining qo'lini tutib turib o'rgatdi-ku. Muşu şekildeki muşu rivayet Muhammed ibn Hasan Şeybani'nin atar diyen kitapta kelgan. Yani Muhammed ibn Hasan belki Abu Hanife mi Muhammed'in qo'lini tutib turib ayni o'rgatgan bo'lishi mumkin. Lekin tashahhudning lafzi ma ustozlar silsilada qo'lini tutib turib degan nima yo'q. Albatta Rasulullohning Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qo'lini tutib turib bunda Qur'on oyatlarini o'rgatgandek o'rgatishi Sahih Buxoriy va Muslimda kelgan. Muttafaqun alayh. والأخذ به أولى من رواية غيره مش دعاءنا تلاش başka duanı başka sahabenin rivayetinde kelgan duanı tallaştın aldın orunda turdu. Nima uchun? لأن أخذه بيده وأمره qo'lni ching tutib turib amanda deganda buyruq o'rgatganligi yadullu ala ziyadat ta'kid qattiq jikilab tapilab o'rgatganligini ko'rsatadi. واتفق أئمة الحديث أنه لم ينقل في التشهد أحسن من إسناد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Bütün hadis ulamaları ittifak etti. Bu teşehhüd duası da Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'nun biz qilib dua var. Shuningdek va sanatning eng yaxshi bir hadis kelmagan. Eng yaxshisi shu demoqchi. Mana Tirmizida أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين شو شيخ إمام خطابي ابن المنذر أبو عمر بن عبد البر إمام نووي هم السنة ديان ولأن فيه زيادة واو العطف يعني ننتخى واو حرف أرتوق هذا المشي بيان قيغان شو السبب همسه نمشن Sizlar Hanefi mazhabdagilar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning hadisida kelgan mushu duo siyg'isini tanladinglar deganga sabab ko'rsatdi. 4-5 xil sababni ko'rsatdi. Yana uningga qo'shib sabab ko'rsatsak, bu hadisni rivoyat qilgan raviylar hech qanday ixtiloflashmagan. Mushu rivoyatning raviylari hech qanday ixtilof qilmagan. Ya'ni Imom Ahmadning rivoyatida buni kishilarga o'rgatishga buyurgan. Sen degandan boshqa, u buyruqdan boshqa uyatgan degandek mazmun bor. Ondan boshqa hadislarning raviylarida azroq gap so'z bor. Nonki shu muttafaqun alayhi hadis. Buningda bunda degin deb buyurish va undan keyin qo'lni tutib turgandek ta'kidlash bor. Hadis ulamolari eng sahih rivoyat mushu degan. Bundan sirt bunda vav harfi ortiq dedi. Vav harfi ortiq degan nereden chiqdi? التحيات لله والصلوات والطيبات كذا وهو وأنه يوجب تعدد الثناء بو مديا سنانın sanını aşırdıgan narsa التحيات لله مديا sana oldu mu والصلوات والطيبات
Bu ikinci, üçüncü sana oldu. Bundan ki her bir cümle ayrım bir mediye, ayrım bir sana buludu. Lennel ma'tufa gayrul ma'tufi aleyh. Elbette de vavudun ilgirki ve kinkisi iki narsa oldu. العطف يقتضي المغايرة. وتشهد ابن عباس رضي الله عنهما ثناء واحد بعضه صفة لبعض. تشهد ابن عباس İmam Şafii rahmetullahi aleyhi tallıgan teşehhüd şu. Teşehhüd her xil kelgan. Hanifi mezhepte Abdullah ibn Mas'ud'ninkini tanladı, Şafii mezhepte İbn Abbas radhiyallohu anhu'ninkini tanladı. An İbn Abbas radhiyallohu anhu qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna at-teşehhuda kema yuallimuna as-surata min al-Qur'an فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ولو وربيكم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Ondan keyin التحيات yani المباركات المباركات tahiyatning sifati nima? As-salovat mu tahiyatning sifati. At-tayyibat mu tahiyatning sifati bo'ldi. Lekin ma'noda al-mubarakat degan so'z ortiq. Shafiy mazhabchilar mubarakat degan so'z va ma'noda Allohning va'da buni tanlaydi. Aya hozir men o'qiyotgan Ibn Abbosning ma'no. Yani bir mazhabda tanlagan emas, Ibn Mas'udniki. Ma hozirgi Shafiy mazhab tanlagan Ibn Abbos radhiyallohu anhuning. Bu at-tahiyyatul mubarakat, as-salavatut tayyibatu lillah. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu Sahih Müslim'de kelgan. Bundan keyin bunun da vav harfi yok, lekin mubarakat degan so'z ortiq. Endi bu muttafaqun alayhi hadis emas. Hadisshunoslarning darja tartibi bilan asahhul ahadisni bo'lsa, muttafaq alayhi shaykhan. Bundan keyin ikkisining birisi, masalan. Undan keyin bu Muslim rivoyat qilgan, bizningki Sahihni kelgan. Bunun ustiga bu Muslim rivoyat qilgan hadisning ravilarining ichida, garchi Sahih Muslimda kelgan bo'lsa-mu, Sahih Muslimda ba'zi sanatda sal ojiz bo'lgan hadislarni muakkilab, lekin uni yondashtirib, buni yo'laydigan ba'zi rivoyatlarni aklib, oxirida bunda mutabaat va shavoidni akildigan shu. Sahih Muslimda kelgan bo'lsa-mu, lekin bu Abu Zubayr an Sa'id ibn Jubayr, an Ibn Abbas bo'lg'achqa Abu Zubayr jarh va ta'dilda buni mudallis deb qaraydi. Mudallis degan, ya'ni ba'zi buni sal tuydumay odamning ismlarini sal almashqilib turgan, yoki falanda o'ylab qoldirgandek rivoyat qo'yilgan, o'shani tadlis deymiz. Mudallis bo'lg'achqa, ya'ni bu mudallis deb mudallislikni bak ig'rolab bu ojiz darajaga tushib ketmaydi, lekin azroq bir shuna deyilgan gap bor endi. Undan keyin buningda bir xil ojizlik bor demoqchi. Ya'ni bu mazhabning sahih. Ondan Umar radhiyallohu anhuning tashahhud etish usuli bor. Boshqa. Uni Imom Malik olgan. Umar radhiyallohu anhu kishilarga tashahhudni o'tib minbar ustida o'rgatgan. Va huwa yaqul: "At-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu lillah, was-salavatu lillah. Assalomu alayka ya nabiy va rahmatullohi va barakatuh" oxir qadar. Lekin bu mavquf. Hazrat Umarninki o'rgatgan ishi Rasululloh degan gap yo'q ma'noda. Lekin Imom Malik Hazrat Umar xalifa turib, minbarga chiqib turib, kishilarga atoatdan o'rgatgan, ayında ahamiyat bildirgan duo bo'lg'achqa, cho'qim Rasululloh shunda o'qishni jikilgan bo'lish kerak deb Umar radhiyallohu anhuning shu tashahhudini tanlagan. Undan keyin Hanifi mazhab Abdullah ibn Mas'udning eng asah rivoyatini tanladi, Shafiy mazhab Ibn Abbosninkini tanladi, Maliki mazhab Umar radhiyallohu anhuning tanladi. Lekin Hanifi mazhabning eng rajih shu. وهذه القاعدة سنة عند الطحاوي والكرخي. مش أتراش التحيات لله دب أتغان شاودك أتراش طحاوي والكرخي نظر ده سنة. وقيل هي واجبة حتى يجب بتركها ساهيا سجود السهو. يعني بالقراشة واجب حتى جنن شونها واجب بوغجقا ساولكتن أتما يقاسا سيساوي قلش كراك. Endi Hanifi mazhabda sunnat va vojib degan ish qil qarash bo'ldi-ku. Lekin vojib degan qarash sahih qarash. Sunnat degan qarash ojiz. Qiyla degan qarash aslida bu qiyla deb ekanmas kerak buni. Va sahih qarashni qiyla deb qo'ydi. Xuddi ojizlashtirgandek. Lekin Hanifi mazhabning kitoblarida bu qiyla degan qarash, vojib degan qarashni sahih deb qaraydi. Va qira'at at-tashahhud fiha sunnah.
va shu o'tgan chaqda shu at-tahiyyatu lillah degan duoni o'qishmi sunnat deydi. Ma bir qarash va qila vojib. Mana va qila vojib va huwa al-asah. Mush vojib degan qarash to'g'riroq. Undan keyin tashahhudda o'tirishning o'zimi vojib, ay duoni o'qishmi vojib bo'ldi. Har ikkisi vojib. Ana asah deganga, sayrak deganga sabab ko'rsatib, lianna Muhammadan awjaba sujud as-sahwi bi tarkihi sayyan. Ashu duoni o'qimay qolib qolsa savallikdan saysa qilish lozim degan bo'lgan ekan. Wala yajibul vajibu illa bi tarkil vojib. Saysa va vojib desak, bu faqat vojibni tark qilish bilan uni vojib bo'ldi. Undan keyin Muhammadni vojib deb qaraydi ekan. Undan esa shu vojib degan qarash bizning imomlarimizning kelgan qarashgan deb shuni sahiyrak deb qaradi. Qala va la yazidu ala at-tashahhud fi al-qa'dati al-ula. Birinchi qatimga o'tirishda, ikki rakatdan keyingi o'tirishda tashahhud duosidan boshqa bir narsa o'qimaydi dedi. Lima rawat Aisha radhiyallohu anha anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam kana la yazidu ala at-tashahhud fi ar-rak'atayn. Bu Abu Ya'la rivoyat qilgan sahih sanaddan kelgan hadiskan. Lekin ulamolar bunda ixtiloflashgan. Ko'pchilik ulamolar shu tashahhuddan bo'ldiqimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam durud o'qish yo'q, birinchi tashahhudda deb qaragan. Imom Shafiy rahmatullohi alayhi birinchi tashahhuddimi durud o'qiymiz degan. Agar durud o'qimay qolsa, saysa qilish lozim degan. Lekin rajih bo'lgani shu jumhurning qarashi. Qala thumma yanhadu mukabbira. Undan takbir etguncha o'rnidan turdi. O'ttag'an holatda bu Allohu akbar deb 3-rakatga turdi. Li'annahu atamma ash-shaf' al-awwal. Dastlabki 2 rakatni tamomlagan bo'lgan ekan, takbir tushirib o'rnidan turdi va baqiya alayhi ash-shaf' al-thani. Hamda 4 rakatlik namoz bo'lsa, keyingi 2 rakat qolgan bo'ldi. 3 rakatlik namoz bo'lsa, keyingi 1 rakat qolgan bo'ldi deymiz. Fayantaqulu ilayhi. Undan keyin keyingi 3-rakatga yutkiladi. Ve yakra'u fihima Fatihatul Kitab. Fihima yani 3. ve 4. rekatta, farz namazning 3. ve 4. rekatta Fatihani o'qiydi. Ve hiye sunnatun. Fatihani o'qish sunnat. Bu farz namazlarda. Ama nafla namazlarda vacib. Yani bu mazhabda vacib. Bihi varadal athar. Hadisda shunda kelgan deymiz. Yani 3. 4. rekatta Fatiha o'qish hadis kelgan. Qanday kelgan? Buxoriy Muslimda anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yaqra'u fi az-zuhri fi al-ulayayn bi umm al-kitab wa suratayn wa fi ar-rak'atayn al-ukhrayn bi umm al-kitab wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Sahih rivoyat keldi. Hamda bu mazhabning qarashida Fatiha o'qisin bo'ldi dedi. Va in sha'a sabbah. Hozir Fatiha o'qimay subhanalloh shu o'xshat tasbih ism bo'ladi. Deyanda alaysat bivajiba. Chunki Fatiha o'qish vojib emas, sunnat degan ekan, hozir tasbih ism bo'ldi. Lekin sunnatni tark qilgan bo'lib qoldi. Shu taraf bor. Lekin mazhabning boshqa kitoblarda Fatiha kitob o'qiydi, yoki va insha'a sabbaha va insha'a sakata deb. Xolisa Fatiha o'qiydi. Xolisa tasbih etadi, xolis jim turdi. Yani shunda uchning birini tanlash Hazrat Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu oldin kelgan. Buldaqto al-musalli bil khiyari fil ukhrayayn in sha'a qara'a va in sha'a sakata va in sha'a sabbaha. Bu shu ikki sahobadan shunday rivoyat keldi. Oxirgi va yaqra'u fihima yani fil ukhrayayn fil fard demakchi. Endi 3 rakat namoz bo'lsa 3-rakat 1 rakatda ham shunday o'xshash. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخرين واجبة. Bu rivayet nawadir. Ajraq rivayetda Abu Hanifadan shu oxirgi 2 rakatda o'qish vojib dedi. Fatihani o'qish vojib dedi. Walau tarakaha sahiyan yajibu alayhi sujudus sahv. Agar savallikdan o'qimay qolsa, saysa qildi. Vojibning mazmuni shu. وفي ظاهر رواية ما لو سكت فيها عامدا كان مسيئا. Qasdan jim turib qolsa, o yaxshi qilmagan bo'ladi, lekin namozni hisoblaydi. Va in kana sahiyan savallikdan Fatiha o'qimagan bo'lsa, saysa kelmaydi. O'xshash demakchi. Chunki bu odamda la sahva alay degan la sujud sahv demakchi. Saysa kelmaydi. Nima uchun desa, bu yerda Qur'on o'qish imom g'ummo
jamoatga vojib emasdi. Lekin mush masalada Hanifiy mazhabning qarashini biz bekitishda sal izbaslik bor bunda. Masalan, yerda 3 xil qarashga kelgan bo'ldi-ku. Boshda bir qarashga keldi, gap qilmadi. Ikkinchi qadam Hasanning rivoyatiga keldi, keyin Zohir rivoyatida deb keldi. Bunda bir g'uvolik bor. Endi Imom Quduriy rahmatullohi alayhi bayon qilishicha, Hanifiy mazhabda qiroat 2 rakatda vojib. 2 rakatlik namoz bo'lsa 2 rakat shu. 3 rakatlik namoz bo'lsa, 3 rakat 2 rakatda vojib. 4 rakatlik namoz bo'lsa, 4 rakatning 2 rakatda vojib. Ma'vo demaymiz. Birinchi rakat bilan 3-chi rakatda o'qildi. Ikkinchi rakat bilan 4-chi o'qildi. Birinchi bilan 2-chi o'qildi. Ikkinchi bilan 3-chi o'qildi. 2 rakatda o'qisa bo'ldi degan qarash mana Hanifiy mazhabda Quduriy bayon qilgan mana kuchli qarash bor. Hamda Hanifiy mazhabda yana bir qarash bor. 4 rakatlik namozda farz bo'lgan qiroat ashi dastlab 2 rakatda bo'ldi. Undan keyingisi mana sunnat degan shu boshda kelgan qarash. Bu Hanifiy mazhabda to'g'ri qarash. Bundan keyin Hanifiy mazhabda to'g'ri qarashning ikkisi bor. Maktabning tanlig'ini keyingi 2 rakatda xos o'qisin bo'ldi degan qarash. Quduriyning bayon qilishicha, xalqan 2 rakatda degan ekan, birinchi, ikkinchi rakatni xalqan bo'lsa bo'ldi, shuni to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Bundan boshqacha o'qisimi mayli degan gap. Agar ikkinchi rakatga farzamash turg'ish o'qisimi sunnat xilof bo'lgan bo'lsa. Mana bu farzlikka. Chunki Rasululloh keyingi 2-3 rakatga surqatmaydi degan Fatani muhitga rivoyat bo'lgan. Agar men sunnatni 2 rakatda o'qishni bilsam, agar 3 rakatda o'qsam, ha, bir qarashga asosan. Chunki bir qarashda dastlab 2 rakatda farz deb turadi. Mana bir qarashda muayyan emas, qaysi 2 rakatda o'qisa bo'ldi dedi. Ya'ni bu qiroat zoti necha rakat farz degan masala munosib. Hasan Basri 1 rakatda qiroat qilsa, shu hisob bo'ldi degan. İmam Malik 3 rakatda degan. İmam Shafiy 4 rakatda o'qish lozim degan. Hanifiy mazhabda dastlab 2 rakat degan hisob bo'ldi-ku. Yana bir qarashda 4 rakatning qaysi 2 rakatda o'qisa bo'ldi dedi. Bundan keyin bu boshqa ulamolarning qarashlari endi har xil. Qala va yajlisu fi akhir as-salah. Namozning oxirida yana bir tashahhudda o'tirdi. Kama bayyana fil ula. Biz birinchi qatimda o'tirishni bayon qilganimizdek, yaftarishu al-yusra ve yansibul yumna lima ravayna aşu Hazreti Ayşe ve Vail ibn Hujr radıyallahu anhuma rivayet qilgan hadislarga asosan shunda shaklda o'tirdi va yatashahhadu tashahhud duosini o'qiydi kama qulna biz yuqori degandek bu o'qish hozir vojibdir o'qish o'tirish vojib ay duoni o'qish vojib ve yusalli alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salam yollaydı ve huve yani durud salam yollaş sünnetun nânikin teşahhudun özü vacib as-salat alen nebi sünnet لقوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلته فقد تمت صلاتك يعني مش تشهدنا أقسم yoki tashahhudni o'ttasang namozing tamom bo'lgan bo'ldi degandan bu yerda durud o'qishni tilga olmagan demakchi. Allaqat tamama bi ahad al-amrayn. Bu yerda namozning tamom bo'lishini ikki narsaning birisiga bog'lab qo'ygan. Fayatimmu anda vujudi ahadima. Unda ikkining qaysi birisi vujud chiqib qolsa namoz tamom bo'lgan bo'ldi. Fadalla ala anna as-salata ala nabiy sallallohu alayhi vasallam laysat bi fardin. Undan bu durud o'qish farz emas degan gap chiqdi. Va hiya vajibatun indana kharij as-salat. Namozning sunnatidir. Namozning sirtida vojib deymiz. Namozning sirtida mesela Muhammedun Resulullah degandek bir shunda Rasululloh tilga ilgan hamon durud o'qish, shu chaqda durud o'qish, har bir qatimda ismi chiqqan chaqda durud o'qish Imom Tahaviy vojib deb qaraydi. Bu nimaga asosan? Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Mushu buyruqqa asosan da ismi chiqqan hamon durud o'qish vojib. Imom Tahaviyning qarashi shu namozning sirti vojib degan gap shu. Abul Hasan al-Karxiy umrda bir qatim durud o'qisa, shu vojibni ado qilgan bo'ldi.
Xuddi haj demasan. Valillahi alannas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila desa, umr bir qatam haj qilsa, o'sha adavuldi degandek, sallu alayhi va sallimu tasliman bir qatam o'qis bo'ldi degan. Albatta ko'p qatam o'qish o fazilat o savobni ixtiloflashmaydi. Vojiblik masalasi. Sahobalarning ismi qancha vojib emas, mustahab ish, yaxshi. Chunki Alloh taolo shunda tarbiya qilgan bo'lsa, radiyallohu anhum va radu an dedwa. Alloh taolaning shu fazilatlariga o'xshash ish ko'p, shunda desak yaxshi. Namozda masalan imom Ya biz jim turibmiz. Nafl namoz bo'lib qolsa, to'rtta esi bo'lishi mumkin. Lekin farz namoz jim turibmiz. Muhammad Rasululloh oyat o'qib qolsa jahriy namozning usulini qaytarib. Balki namozdan ishidan vojib deyish mumkin balki. Onda so'zga keyingi harakatda maqolani o'qish masalasi imom bilan yo'q keyingi jamoat bilan o'xshashmi? O'xshash. Keyingi jamoat zaten o'qimaydi buni. Imom bo'lsa mana shu o'qimizni bo'ladi. Ha, o'qimisin bo'ldi. Buni harakat turish miqdorini cheklab yo'q mana o'zi imom. Fatihani o'qimasa keyingi ketsa. Unda bir chek bo'lmasi kerak endi. Fatiha o'qib qolsa, Fatihani o'quvchilik turdi. Bo'lmasa, shunga yaqin turdi. وهي واجبة عندنا خارج الصلاة عملا بالأمر الوارد بها في القرآن. القرآن كان ده كأجان أجبرك أساسا نمازنا سرقدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه قلمان درتوقش واجب. فلا يلزمنا العمل به في الصلاة. أن نمازنا سرقدا واجب بقى نمازنا إشده أيرم بردل كاسة عندنا بس واجب تيمز بمسا نمازنا إشده كإيش واجب خالي على التردو. İmam Şafii'nin nazarida oxirgi tashahhudda durud aytish farz. Birinchi tashahhudda ish xil qarash bor. Oxirgi tashahhudda farz deb qaraydi. Qala va yad'u bima sha'a min alfaz al-Qur'ani wal ad'iyat al-ma'thura. Qur'on Karimdagi oyatlardan, duo oyatlaridan ya shunga o'xshaydigandir. Ba'zi alfimizlik kitoblarda bima yushbihu alfaz al-Qur'an deb kelgan. Yani Kur'an ayetlerideki dualı olsun, ya ki şunu okşap getirgan dualı olsun, şunu kılıdı. Vel edaiyetil ma'thura. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabıldın kelgen dualı olsa kılıdı. Ne için ise şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otiye cevami'ul kelim. Mol mazmunluk dualı ata kılgan boğaçka şunu kıldı. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem thumma ihtar min ad-du'a'i atyabahu. Ondan xalgancha yaxshi duani qilgan degan boğaçka. Teşahhud okudık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salam yolladık. Onundan keyin qalğancha, lekin onundan keyin o'qilgan duodimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma inni a'udhuka min fitnatil mahya vel mamat ve min fitnatil masihid dajjal ve min azabil qabr deb to'rt narsadan isti'aza qilgan duo bor. Shu ma'suramda. Ma'sur deganimiz shu. Ve onundan başka hadisli kelgan, ayetli kelgan duanı qilsak bo'ldi demek. Xalığancha Arapça diyemesek Uyg'urcha desek mi bo'ldi? Şey desin bo'ldi. Bo'ldi inşallah. Çünkü Allah Teala bütün lügatni bilguchi zot. Ve ma tukhfi as-sudur. Ndavani kim Uyg'urcha duo qilsakmi Allah Teala aytadi. Başka dua kısak mıydı? Anladın mı? Namazı kıraatını için Uygur tercümeler okumayız ise bu taabbudi yani. Kur'an lafzı anda boğaçka takra'u ma teessar minel Kur'an diyen boğaçka onun tercümesini diyen gep bulmagandiken Kur'an o tercümesi Kur'an bulmagandiken Kur'an okuş lazım. Kur'an'ın var Arapçasını okumagandiken da Uygurca tercümesini düşünüp uyulğaç okusak yaxşı emasmı dese bulmaydı o dedim. Takra'u ma teessar minel Kur'an. Zaten durumda Uygurca olmak olur. Buluş kerak aslında. Resulullah'ın namazını ben okuğanda onlar da gelsin. Ya Resulullah şu an bu işlemini qilsak, mushunda qilsin deganda qildik. Endi xalqimizcha qilib ol deganda xalqimizcha qilib olamiz. Yani mishada hozir bir ruxsat berilgan o'rin bor. Mishada xalqancha duo istaklaring bo'lsa, tilib ol degan chog'da biz tilib olsak Arabcha tilmoqchi bo'lgan narsa Arabcha deyolmaymiz. Duom ta'lim deyalaymiz. Lekin butun dunyodagi 1 milliard musulmon deyalamdi deyolmaydi. Navoiyki ular tilayolmay o'tasi olamda cho'qim tilayolish kerak. Navoiyki o'sha ixtiyoriy bir rayon bor, bir doira bor. Shunda biz ixtiyoriy harakat qila olamiz. Wal qa'datul akhiratu fardun. Oxirgi o'tirish farzdor va tashahhudu fiha wajibun.
unda o'tirib tashahhud duosini o'qish vojib. Ilgirki tashahhudda o'tirishni, birinchi tashahhudda o'tirishni sunnat deb qilib yo'q vojib dedi, shunami? Tashahhudni sunnat deb qilib u vojib dedi. Lekin miyadiki oxirgi o'tirishni farz, duosini vojib dedi. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. مش رواية أساسا. لكن bu rivayet aciz ekan. İmam Quduri tashahhud o'qishning o'zini sunnat deb qaragan. Yada vojib degan qarashni olibdi. Allaqat tamama bil qa'dati duna at-tashahhud. Namozning tamom bo'lishini o'tirishga bog'lab qo'ydi. Shunda o'ttasang va qa'atta qadra at-tashahhud dedi. Lekin tashahhudni o'qisang degan gap yo'q deydi. Va miqdarul fard fil qu'udi miqdar at-tashahhud. Endi qanchaga o'tirdi degan masalaga kelsak, tashahhud o'quvchilik miqdorda bir odam eng tez shaklda tashahhud o'qib oladigan miqdorda o'tsa namozni tamom bo'lgan bo'ldi. Gap qilmay o'tasan. Chunki ma'rifatda o'tirishni o'zini farz. Lekin duo o'qish vojib dedi. Duo vojibni o'qimasa, ajdan o'qisa namoz tamom bo'ldimi? Endi vojib tark qilgan uchun bu saysa qilish lozim. Saysa qilsa vojibning kamligi to'liq bo'lib ketadi. Qala thumma yusallimu an yaminihi. Andan o'ng tarafiga salom berdi deydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va an yasarihi kadalik. Ya'ni assalomu alaykum va rahmatulloh. لرواية ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن شماله حتى يرى بياض خده الأيسر. آقتوغان جماعت يا ينتربتك جماعت لا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشو منزنن أق رنگini ko'rgan qadar salom berdi deydi. O'ng va so'l tarafdagi tugan jamoatlar. Nima Shafiy mazhabdagilar Misrda o'ng tarafga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ni qilib qo'ydilar. Ba'zi ishkilisini qilishi mumkin. Ishkilis qassa balki ba'zi rivoyatlarda kelganda, lekin birsiga qitib, birsiga ortiqroq qilish u hadis kelmagan. Wa yanmi bil ula man an yaminihi min al malaikati wan nas. Birinchi salomda o'ng tarafidagi jamoat va satdagi kishilar va farishtalar hammani maqsad qildi, shu salom qilgan shaklda qildi. Va bil ukhra kadalik. So'l tarafiga salom qilganda so'l tarafidagi kishilar, farishtalar shuni maqsad qilib salom qildi. Liannahu khitabul hadirin. Chunki bu ashar bakishlar qilgan xitob. Wa yanwil imama fil jihati allati huwa fiha. Yana imom qaysi tarafda bo'lsa, shu tarafga burilgan chaqda imomnimi bilqatib salom qilganlar ishi xatidi. Va yanwi al-imama va yanwi al-muqtadi al-imama fil jihati allati huwa fiha. Wa in kana hidaahu yanwihi fihima. Agar imomning udulda aqidlam turgan bo'lsa, har ikki salomda imomga salom qildim deb niyat qilib qo'ydi. Va qila fil yamin. Va qila fil yamin degan agar o'ng tarafida bo'lib qolsa imom niyat qildi. So'l tarafida bo'lib qolsa imom niyat qilmasin bo'ldi degandek. Wal munfaridu yanwil hafadata la ghayr. Yolg'iz namoz o'qigan kishi aqida jamoat bo'lmagan ekan, boshqa imommi yo'q, jamoat yo'q, o'zi yolg'iz bo'lgan ekan, hafaza farishtalarni niyat qilib assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Shu farishtalarga salom beraman deb niyat qildi. Lekin imomga salom beradi. Jamoatlar o'qigan chaqda imom ikki tarafidagi jamoatni maqsad qildi farishtalar. Aqil turgan ma'mum, ya'ni jamoat agar imom o'ng tarafda bo'lgan bo'lsa, biz so'l tarafda turdik. Imom o'ng tarafda bo'lsa, assalomu alaykum va rahmatulloh deganda imomni jamoatni maqsad qildim deymiz. Agar safning o'ng tarafida turib imom so'l tarafda bo'lgan bo'lsa, ya'ni shunda imomning oxir turgan bo'lsa, ikki tarafga salom bergan chaqda imomga jamoatga, imomga jamoatga salom bergan bo'ldim deb niyat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'nglimizda shu. Ko'nglimizda shunda niyat qilamiz. Yo'q, o'zida qilib qo'yish. Niyat salomni shart bo'ladimi? Ha, innamal a'malu binniyat. Bu niyat bo'lmasa, assalomu alaykum va rahmatulloh deb endiki bir odamlar niyat qilsa, u boshqalarga salom bermagan bo'ldi. Salom bergan chog'da qo'lni ko'tarish hadis cheklangan ish. Bir hadisda assalomu alaykum va rahmatulloh deb o'ng qo'lni bunda
içib, assalomu alaykum rahmatulloh so'qilunda içib kelgan chaqda sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga dedislar degan. Mali arakum rafi'i aydikum ka'aznabi khaylin shummus. Khayl shummus degan joy turolmay qolgan ot. Quyruqini shippanishib turolmay qoldi tekkan. Shunga o'xshash bu qo'lingni ko'tarib o'tib ketdinglar. Nima gap bu deb Rasululloh qayirgan. Wal munfaridu yanmi al-hafazata la ghayr. Al-hafaza 8 farishta. 4 kechida, 4 kunduzda. Ikkisi ishki murisda, ikkisi oldi keyinda bunda turib saqlaydigan, insonni saqlaydi, qo'g'dab turadigan farishtalar. Shuni hafaza deb atalgan. Oldi keyin turgan turgan kirametidir. Oldi keyinda masalan sizning chayin chaqmasin, ishtalolmasin deb bunda. Çekiyordu şu Allah Teala çaksın diyen çakıdı. Bomuz başçarda sizi qo'g'dab turdi. Ayında bir qo'g'da şahitib turdi. Ya jinla çakılmışsın diyendek. Şu ayeti bağı lahu muaqqibatun min bayni yadayhi ve min khalfihi yahfazunahu min emrillah. Muaqqibat degan nöbetleşib turgan yamıldı. Yataaqabuna fikum malaike bil-layl ve malaike bin-nahar dediğo. Asr bilan bomdod namozda kelib ismini almışdı bular. Bandilar nima qilib qoldi? Biz borgan chaqdimi namoz o'qib qolgan, namoz o'qib o'tibgan. Biz o'rligan chaqda namoz o'qib qoldi ya Alloh deb javob berdi. Shu muaqqibat degan shu. O'rin olib turadigan, bandilarni saqlaydigan. Muaqqibatun min bayniday degan oldida va keyinda saqlab turadigan, qo'g'dab turadigan farishtalar jamoasi bor deymiz. Hozir bir odamga 8 farishta ketdi degan. 4 kechida, 4 kunduzda. Ikkisi ishki murisda birisi oldida birisi keyinda. Shunday bo'lishi kerak. Farishtalar musulmonlar qo'llanma ya kafir, ammo boshqa g'ayri musulmonlar bormi? Kafirni qo'llaydiganmi? Qo'llab turdi. Lekin Alloh taolo ruxsat qilib qo'ysa, uning o'ziga kechgasin degan chaqda shunday yetib. Bo'lmasa qo'llab turdi. Kafirlarning qo'llanma bo'lishi kerak endi. Shuni shu yezdiganli bor. Ulama shunday qo'llanmasdan jillarni qo'dishi mumkin insonni. Hamda bu salomning hukmi nima? Wal khuruju bi lafz as-salam laysa bi fardin. Ma farzamas. Lima rawayna min hadis ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'udning hadisi idza fa'alta hadha aw qulta hadha faqad tammat salatuk degan hadis shu. Shu hadisning oyog'ida fa in shi'ta an taquma faqum wa in shi'ta an taq'ud faq'ud waqtar min atyab al-kalam ma shi'ta. Ibn Xuzayma sayyid rivoyat qilgan. Undan keyin bu farz emas va innahu yunafi al-fardiyya, ya'ni ixtiyorlik bo'lgandan keyin farz bo'lishiga zid kelgan ahvol bu. Wa amma qawluhu sallallohu alayhi vasallam tahliluha at-taslim, ash miftah as-salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim degan bu hadis kelgancha desa, bu namozni oxirlashtiradigan, namozdan chiqadiganga qiladigan ish salom berish degan bu yadullu ala al-wujub aw sunnah va nahnu naqulu bi. Yani bir mazhabda hazır, ya vacip ya sünnette bu işkinin oturuğa olması mümkün. Biz vacip ya sünnet deymiz, lekin farz demeymiz demekçi. Davandayken kadr teşahhud oturab, teşahhudni o'qimi demasın. Bizda oturab, teşahhudni o'qishni isi kelmadi bunun. Da oturab, yanında o'tadi, oturab dik qilib ketdi. Mesela, ya hamon o'sir ketdi. Ya oturablam, da oturablam, baş telefonda alıplam, telefon karıştı. Buna namaz tüken buldu degan turmiz. niyet qilishni olamda. Ya şu hazır muşi telefonda urab ko'rshash hazır men namozdan chiqatdim dedim niyat shu. Siz gaşkesin bana çıketsizler ya, mamı çıketsizler şu, namazını çıkettim ben, namazını buzuman degan niyat şu. Yani ağızda niyat kılış gerek emez dedik o, niyat şu. Bundan olurken bu salam beriş, ya teşahhudni o'qish farz emas degandikan, shunda sherkatni qilib ketsa, namoz tugagan bo'ldi. Lekin vacibni tark qilgan uchun sahva gadinda qoldi. Bu g'achida qolib ketib bo'lib, yo'qsa sahva qilasi bo'ldi. Masalan, ya telefon Allah deb qo'yamiz, voy deb qo'yib sahva qilasi bo'ldi. Çünkü Rasululloh mo ashabidan 6 jumla so'z qilishgandan keyin sahva qilyapti-ku. Endi salom berish nima? Salom bermay unda qilib ketganda bo'ldi. Sunnat desak albatta endi. Sunnat desak sahva qilmaydi. Daha keyin şu teşahhud o'tiriblar, salom bermay turib, Qur'onni aytib, kitobni aytib, o'qib ketdik biz. Namoz tamom bo'ldi dedi. Lekin endi mushu salomni farz deb qolsa shu, assalomu alaykum rahmatulloh deb qo'yib kelsa, namoz o'qimamiz, qayta o'qidi. Agar farz deb qolsa.
Cemaatni qabul qildi. Hanifiy mazhabda bu salom berish farz emas, lekin ulamolar sunnatni vojibmi deb ixtiloflashib qoldi. Lekin Hidoyada va Hashat ibn Abdinda vojib degan qarashni tarjih qilgan. İmam Şafii farz degan. Undan keyin salom bermasa namoz emas degan. Salom Bo'ldi. Endi bu salom berish hozir balki sunnat degan qarashga asosan bu namozning ichlik faoliyati emas. Ha? Namozdan chiqib tushishda bir belgilashdek. Bu so'g'idni atlashdak bir gapdir. Xuddi Alloh akbar deb quloq qaqishni namozning ichlik ish emas, namozga kiraman deb namozning ichiga kiradiganligi bir qadam degandek bu ikkisi namozning sirti. Buni o'ttirdagi narsalar namozning faoliyatlari deb qaragan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.